Sharqi Turkistonda Xitoy doiralari kishilarning turmush saviyasini yuqori ko'tarish va namratlikni yo'qotish nomida Uyg'urlarni xohlagancha majburiy emgak salmoqda. Bir kiyim-kechak zavodining Xitoy boshqaruvchisi kishini andishiga soldigan tafsilotlarni oshkorladi. Shanxi o'lkasidan kelgan bu Xitoy Sharqi Turkistonning janubidagi davlat egiligidagi bir kiyim-kechak ishlab chiqarish zavodida ishlaydigan bo'lib, kundalik xizmat vaqtiga selishtirganda ularning oylik maoshi bekla tuban. Odatdagi ishchilarning oylik maoshi aron 500 yuan, taxminan $70. Nazoratchi va guruh rahbarlarining oylik maoshi sal yuqori. Uyg'ur ishchilari zavodlarda turadi. Ishdan sirtqi vaqtlarda uyga qaytishga nihoyat oz ruxsat qilindi. Ba'zi shirkatlar quramiga yetmagan o'quvchilarni taklif qiladi. Ularning eng kichigi aron 16 yosh. Bu bolalarning ko'pinchisining ota-onasi atalmish tarbiyalash o'zgartish lagerlariga solangan. Uning tushunchasiga asoslanganda, bu quramiga yetmagan bolalarning ko'pinchisi maktab tarafidan xizmatga avatilgan. Maktab shirkat bilan to'xtam imzolagan. Wang Hong taxallusini ishlatgan bu kishining qarashicha, hukumatning Uyg'urlarni majburiy ishga o'rilishi e'lon qilgandek oddiy emas, hamda nomratlikdan qutuldirish bilan munosabati yo'q. U mundaq dedi: Hukumat ehtiyojli bo'lgani Uyg'urlarni nomratlikdan qutuldirish emas, balki ularning tafakkurini o'zgartirish. Uyg'urlar cho'chqa go'shi yeyishga majbur bo'ladi. Faqat birla e'tiqod bor. Siz faqat Xitoy kompartiyasiga ishonishingiz kerak. G'arb hukumatlarining Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish chaqiriqi bargan sari zo'r muhokamaga yo'l ochayotganda, Fransiya xabar agentligi va boshqa axborot vositalari 30-iyul kuni Germaniyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro olimpik komitetiga yozma bayonot yo'llab, ularning 2020-yillik qishlik olimpik yig'inini Beijingda chaqirish olimpik ruhiga xilof harakat deb ko'rsatganligini xabar qildi. Bayonotda Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligi, buning olimpik ruhiga va ideyasiga xilof ekanligi ko'rsatilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa bu vaqtda so'z qilib, xalqaro olimpik komitetining bu musobaqaga sohibxonlik qilishni Beijingga berishi g'arazlik holda olimpik komitetining qimmat qarashi va xizmat prinsipini dafsanda qilganlik dedi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq nurg'un tashkilotlar olimpik komitetidan Beijing qishliq olimpik musobaqasini amaldan qoldirishni talab qilgan. Mazkur radio ko'z qarashini elish uchun xalqaro olimpik komiteti bilan aloqalashgan bo'lsa-mu, lekin javobga erisholmagan. Dunyodagi eng chong texnika shirkatlarining biri bo'lgan Microsoftning Xitoyning TikTok yumshoq detalini sotib olish to'g'risida suhbatlashayotganligi o'tirib qo'yildi. Amerika prezidenti Donald Trump biz cheklashga tayyorlik qilyapmiz degan TikTok detali abonentlarning uchurlarini Xitoy hukumatiga yetkazib berish bilan ayblanmoqda. Yevropa xabarlari to'g'rining New York vaqt gazetidan naql qilib aytishicha, Amerika prezidenti Donald Trump TikTokni cheklash uchun tadbir qo'llanishni o'ylashadiganligini jakarlagandan keyin sotib olishga munosabatli suhbatning kun tartibiga kelgan. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 7-oyning 5-ida o'zlarining TikTok detalini o'z ichiga olgan Xitoyning ijtimoiy aloqa faoliyatlarini cheklashni planlaganligini aytgan edi. Amerika hukumati Hong Kongdagi qonun chiqarish kengashi saylamining 1 yil kechiktirilganligini aybladi va doirlarni ularning qarorini qayta chiqarishiga da'vat qildi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida Hong Kongda qonun kengashi saylamining kechiktirilganligi haqida to'xtaldi. Pompeo bundaq uzunga so'zilgan kechiktirishning hech qanday qoyilqilorlik sababining yo'qligini ta'kidlab mundaq dedi: "Balkim Hong Kong hech qachon yoki hech kimga bilet tashlamasligi mumkin." Pompeo yana baxtga qarshi agar bu saylam o'tkazilmasa, Hong Kong davomli Xitoydagi boshqa kommunist shaharlarga aylanish yo'lini davomlashtirdi dedi. Xitoy Huawei texnika shirkatlarining vakili David Wang Germaniya hukumatini 5G ko'chma to'ri qurilishida Huawei shirkatini chetga qoqmaslikka chaqirdi. Amerika Yevropa davlatlariga davomli Huawei'ning uskunalarini 5G to'ridan chiqarib etishga besim qilmoqda. Angliya bexatarlik sababidan Xitoy shirkatining uskunalarini 5G to'ridan ilib keyin Germaniyadagi bir qism parlament a'zolari Amerikaning Huawei'ni cheklash chaqiriqini qo'llab hukumatga besim qilmoqda. Angela Merkel hukumati bo'lsa 5G to'riga texnik qattiq ijozat berish qoidasini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan belgilamani yozning oxirigacha kechiktirdi.